bir obunachimiz 82 million qarzdorlik kelmasligi uchun, ya'ni jarima chiqmasligi uchun hozir uy-joyimni kadastr qilib olsam bo'ladimi? Ya'ni bu foyda beradimi deb savol yo'lladi va bu savolni javobini topish uchun kadastr xodimlari bilan bog'lanib, savolga javobini topdim. Assalomu alaykum. Siz Elyor Studio YouTube kanalidasiz va qarshingizda men Elyor To'xtarov. Demak, savolning javobi quyidagicha. Agar sizni qaroringiz bo'lmasa, hokim qarori, ya'ni egalik huquqi bo'lmasa, siz hozir xatlovgacha kadastr qilganingizda mutlaqo foydasi yo'q ekan. Demak, nega? Chunki sizda egalik huquqi, ya'ni o'sha qaror yo'q. Shu sababdan sizga hozir kadastr qilib berilishi mumkin. Erta xatlov kelgandan keyin, ya'ni xatlov kelganda sizga jarima yozishi mumkin yoki to'g'ri deb sizga o'sha e'tirof deyilyapti hozirgi tilimizda, sizga mana shu uy egasi deb e'tirof etib kadastr qilib beradi va egalik huquqi bilan qaror chiqarib beradi. Va bunday vaziyatda o'shanday paytda kelganda siz kadastr hozir xarajat qilib kadastr qilasiz, lekin o'sha xatlovga kelgan payti sizda esa qaror yo'q. Qaror bo'lmagandan keyin, ya'ni egalik huquqi bo'lmagandan keyin siz buni o'zboshimchalik bilan qurib olgan o'sha fuqaro hisoblanasiz. Agar siz shu 2018-yil 1-mayga qadar qurmagan bo'lsangiz, sizga jarima yoziladi. Demak, endi to'liqroq javob beraman. 937-sonli qaror bilan, prezident qarori bilan hozirgi kunda xatlov butun respublika bo'yicha ketyapti. Xatlov ketganda sizning uyingizga kadastr xodimlari keladi va hamma joyda o'lchab, hujjatlarni taqdim qilasiz. Hujjatingiz bo'lmasa, arxivga borasiz. Короче, hamma harakat qiladi, faqat siz emas yoki faqat ular emas, siz ham, ular ham harakat qilishadi va hamma hujjatlar, hamma dalillar, endi dalillar desak to'g'ri bo'ladi, boyagi isbot deymiz-ku. O'sha hammasi to'g'ri bo'lganda sizga egalik huquqi bilan kadastr qilib ketadi. Buni asosiy maqsadi hamma odamdan soliqlarni to'g'ri undirish. Shu sababdan shunday bo'lyapti. Va 937-sonli qarorda oldin masalan e'tibor qiling, oldin eski davrlarda 12 sotixdan, masalan 2000-yilgacha 12 sotixdan uchastkalar ajratilgan, to'g'rimi? Aholi yashash joylari deb ajratilgan. Aynan o'shanday joyda joyingiz bo'lsa, sizga 99% egalik huquqi bilan qarorda qilib berib ketadilar. Chunki o'sha paytda davlat tomonidan qilingan va bunda kimlardadir bu qarorlar bor, kimlardadir yo'q. Bu qarorni qanday topsa bo'ladi? O'sha vaqtda agar rost ekaniga sizga deb berilgan bo'lsa, bu hujjatni kattalardan so'raysiz. Agar kattalar ham topolmagan, yo'qotgan nimadir bo'lgan bo'lsa, tuman arxiviga, viloyat arxiviga borib surishtirasiz. Va u yerdan topganingizdan keyin sizga juda ham oson bo'ladi, o'sha hujjatlarda qilib beradi. Agar siz topa olmasangiz nima bo'ladi? Demak, siz topa olmasangiz bu 2000-yilgacha deyapman-ku. Bu 937-qarorda esa shunday deyilgan. 2018-yil 1-maygacha, masalan, siz uy joyingizni qurib bitkazgansiz va shu vaqtgacha yashab kelyapsiz. Shuni evaziga. Va bu yerda 8 ta nima ko'rsatilgan. Eng asosiylarini aytaman. O'sha vaqt davomida soliqlarni to'lagan bo'lsangiz, qarzdorligingiz bo'lmasa va hozirgi yana bir marta yengillashtirildi. Qarzdorlik 12 milliondan oshmagan bo'lsa, sizga o'sha bez problem bo'ladi. O'sha 12 million qarzingiz bo'lsa ham mayli deb qilib berar ekan. Xo'sh, undan keyin aka-uka yoki qarindoshlar o'sha uchastkani, uy joyini ustidan ziddiyati bo'lmasa, bu meniki degan o'sha ziddiyat bo'lmasa, uni siz nomingizga o'tkazib beradi. Uni qo'shni, aka-uka, qarindoshchilik o'rtasida o'sha ziddiyat bo'lmasligi kerak. Va kimlardir o'zini hovlisidan tashqari, ya'ni ozroq hovli o'ralgan, o'ziga deb o'rab olgan, foydalanadi. Va bu foydalanadigan joyda ham sizning nomingizga qo'yib ketadi. Va bu boyagi sabablarga, ya'ni savollarga javob bera olsa, hech qanday ziddiyat bo'lmasa, qo'shniga yoki uniki, buniki, meniki deb turib olmasa va bu narsa hech kimga xalaqit bermasa,
yoki bo'lmasa birovga berib bo'lmaydigan darajada bo'lsa, sizniki bo'lib qolaveradi. Xo'p, mana shu eng asosiy sabablari. Demak, e'tibor qiling. Hozir o'sha xatlov jarayonida shtraf kelayotganligini hammamiz ko'rib, eshitib turibmiz. Kimgadir 80 million, kimgadir 60 million, kimgadir 70 million. Demak, mana shunday narsani oldini olish uchun biz hozir kadastr qilganimizni hech qanday foydasi yo'q. Agar egalik huquqi qarori bo'lmasa, uni qilishda hojati yo'q. Bekorga pulni sarflab, bekorga vaqtni sarflab qilmanglar. Va ikkinchisi, nima qilish kerak? Sabr qilish kerak. Xatlov keladi va xatlov kelganda aniq bo'ladi. Hozir siz ya'ni hozir qilganingiz ham xarajat bo'ladi. Xarajat ustiga xarajat. Erta Xudo ko'rsatmasin, buz desa buzishingiz kerak. Buz deganda ham oddiy buz demaydi. Birinchi jarimani soladi va jarimani to'laganingiz bilan, masalan, siz uy joyda nima deydi? Bo'l jarima to'ladi, men 80 million uyim buzilmaydi deyish mumkin emas. Unda ham buzib ketadilar baribir. U bir martada qilmasangiz, ikkinchi marta yana ko'proq jarima bilan keyin buzar ekan. Xo'p, yana ma'lumot, sabr qilish kerak va bunda bepul bo'ladi. Agar sizda hamma hujjatlaringiz bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha 2000-yilgacha bo'lgan vaqtda o'sha 12 sotixdan o'sha vaqtdagi zemlyamerlar tarqatgan, to'g'rimi? Ana shunday vaziyatda bo'lsangiz, siz shoshilmasligingiz kerak. Chunki sizni hamma ishlaringizni o'sha xodimlar keladi. Chunki sizda qaror bor yoki o'zingizda bo'lmasa arxivdan topiladi. Arxivda bo'lmasa siz 2018-yilgacha o'sha qurib bo'lgansiz, yashayapsiz. Shuni evaziga sizga egalik huquqi, kadastr hammasi bepul qilib beriladi. Shuning uchun shoshilmanglar. Va bundan keyin yana video tagida bemalol savol yozib qoldirishlaring mumkin. Mana shunda qishloq tilida tushuntirishga harakat qilaman, oddiy, sodda tilda. Mana shunday xabarlar, aziz obunachilar. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like bosib qo'ying va xuddi mana shu savollarni kimdir javobini qidirib yurgan bo'lsa, videoni podritsa qilib tashlab qo'ying. Like bosishni unutmang, aziz obunachilar. Obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi har qanday qiziqarli ma'lumot sizning yoningizda birinchi bo'lib chiqadi. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling, ishingizga omad tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.